Yadis qaynonam bugun uyga bormayman, ertaga boraman. Shuning uchun o'zing ramyonga yeb uxlaver dedilar. Chunki har juma shanba birgalikda ovqat qilib, birga ovqatlanadigan kunimiz. Qaynonam meni o'tirishim chiqib qoldi. Bugun o'zing ramyon pishirib yeb turaver dedilar. Ertaga ovqat qilib beraman dedilar. Shunga ramyon yeyapman. Instagramdagi gif konkursimga ertaga start beraman. Ertaga O'zbekiston soati bilan soat 8 ga boshlaymiz. Gif konkursimda har 2 kunni birida aktiv bo'lgan obunachilarimga даже pulli mukofotlar ham qo'yib qo'yganman qo'shimchasiga. Har 2 kunda birida o'ynaladi. Agar kim aktiv bo'lsa, o'sha insonga yozib kartasiga 50 ming so'mdan jo'natib olaman. Agar yo'q, opa 50 ming so'm bermang, o'rniga kosmetika bering desangiz, kosmetikani yuzga jo'natib olaman. Shuning uchun ertaga konkursim boshlanadi. Hammanglarni kutaman.